Birinchi ulovdagi kishi piyodaga salom berish kerak ekan. Mersni minib ketyapsizmi? Marhamat qilib piyodaga yo'l beringda, bunda o'tib ketayotgan bo'lsa, qovoq tumshuq qilib tezroq o't demasdan, "Ya assalomu alaykum" deb o'yinlarni ochib salom berib qo'ying kerak bo'lsa. Yaxshi bo'ladi. Chunki siz ham bir paytda yayov yurgansiz. Endi mersi minibsiz. Alloh bundan ham ziyoda qilsin. Lekin piyodaga harakat qilib qo'yish kerak. Bir ozgina salom berib qo'yish kerak. Mayli kimdir sekinroq o'tayotgan bo'lsa, ba'zi bir piyodalar borda, to'xtab tursangiz kibro havo bilan qadam bosaymi, bosmaymi? Kerak bo'lsa to'xtab turasan-da. Agar yurib ham ko'rchi, hozir jarimaga tushasan deb sekin qasddan o'tadiganlari bor. Shularga shunday mashinadan tushingda, "Assalomu alaykum birodar, salomatmisiz? Tinchmisiz? Hey yashang, baraka toping" deb qo'yingda, chop qilib o'zi o'tib ketib qoladi. Ammo tushib turib, falon, o'tsang o't hozir bosib boraman deyinchi, u ham bir narsa deydi keyin. O'rtada ketdi, mana shunaqa jiqqan mushrik paydo bo'ladi, musulmon odam bir-biri bilan janjal qiladi keyin. Shuning uchun payg'ambarimizning hadis shariflariga muvofiq ulovdagi inson piyodaga salom berish kerak ekan.